Ha, doktor Aralib, mana Xudoga shukr nasib etgan ekan bir 5 kun saatgohlaringizda dam oldik. Avvalambor nimani aytmoqchiman, doktorjon ming rahmat kollektivlaringizga, shu yerda xizmat qilayotgan yigitlarga. Men bundan 5-6 yil oldin xuddi ikkalamiz bir xonada o'tirib, endi ishni boshlagan paytlaringiz kelganman. Men shu 5 yilda ishda bunchalar katta o'zgarish qilasizlar deb o'ylamagan edim. Shu darajada yaxshi tarafga o'zgarish qilgansizlarki, buni endi so'z bilan tasavvur qilish qiyin. Mana chekkadan kelib oldin tasavvur qilgan odam, oldin kelib ko'rgan odam bor-ku, birdan farqini biladi. Bu mumkin sizlarga bilinmas, lekin yer bilan osmoncha katta farqlar. Doktor Aralib, mana shu afsus qilyapman, men 5 kunga dam olishga mo'ljallab kelganimda. Men shu mo'ljallab 10 kun, 12 kun kelib bu yerda dam olishim kerak ekan. O'zingiz bilasiz, insonni eng birinchi o'rinda shu bu yerga kelayotgan bemorlarda hammasini asab tizimidagi katta o'zgarishlar bor. Har bir kasalda asosda asab yotibdi. Ishchilarni mana shu yerdagi xizmatchilarni hammasini shirin so'zligi bemorlarga birinchi katta berilayotgan yordam bo'ldi. Hammalariga rahmat. Ming rahmat. Ularni boyagi ishchilar, bu yerdagi kasal xodimlarga, bemorlarga qilayotgan muomalasini ko'rib to'g'risi qoyil qoldim. Hamma sanatoriyada shunday bo'lish kerak deb o'ylayman. Hammasi shirin so'z, yoqimtoy, qaysi birortasida bir qo'pol gap eshitmaysizlar. Shunchalik mehribon, hammasi shirin so'z. Kollektivlaringizni yanada bundanda rivojlanib, nasib bo'lsa juda ham Qashqadaryo viloyatida men to'g'risini aytaman, hozir sizlarni sahatgohlaringga yetadigan sahatgoh men yo'q deb o'ylayapman. Gap ochiq, birov shahar sabzi yaxshidir der, boshqa der, lekin Qiziltepada hamma narsa shunday bir muntazamlikda, shunday bir planli ravishda qilinganki, men qoyil qoldim haqiqatan. Nasib bo'lsa, kim Qashqadaryo xalqida mana shu dam olishga agar niyati bo'ladigan bo'lsa, avvalo birinchi o'rinda kelib Qiziltepani ko'rib ketishlarini men ularga nasihat qilaman. Doktor sifatida, yaxshi mutaxassis sifatida aytmoqchimanki, hamma narsa juda rejali ravishda yo'lga qo'yilgan. Ming rahmat. Men shu 5 kunlik davomida olgan davolarimdan ming roziman. Asab tizimim shu darajada me'yoriga keldiki, avvalo tinchlik, osudalik, bu yerda birorta bir qo'shimcha ovoz yo'qda, shunchalik insonning asab tizimi joyiga joylashadi 5 kunda. Men 10 kunda shu yerga yotsam, men o'ylayman, vaqtim ham juda bir boshqacha holatga kelardim. Ming rahmat. Ishlaringizga rivoj, kollektivlaringiz bundan ham jips bo'lib, nasib bo'lsa mana shu el xalqqa, kelayotgan odamlarga, bemorlarga bundan ham shirin so'z bo'ladi va bundan ham shirin suhbat bo'lib, ularda hammasini dardiga shifo bo'ladi degan umiddaman. Ming rahmat. Katta rahmat. Doktorjon, mana keldik, dam oldik. Hammalaringizga rahmat kattakon. Kiraverishdan, qabulxonadan boshlab kelgan notanish odamlar uchun, ayniqsa hovliga kirayotganda shunday bir daraxtlar, gullar odam bahri dilini ochib, haqiqatan 5 yil oldin kelganda butunlay boshqacha taassurot edi. Biz ham to'g'ri Oqtosh sanatoriyasiga borganmiz, Toshkentga. 8-mart sanatoriyalariga borganmiz. Bizni Qashqadaryoda respublika miqyosida yetkazgan shu nima desam, qozonmi, buyrakmi, ayollar uchun hamma sharoit qilingan. Bepul. Keyin ichkarida ham muolaja nimalar bor. Haqnazarov Ismoil aka bor ekan, Nasib opa bor ekan. Ayollarga masalan 35 ta, 40 ta ayol shunday qiziqib boramiz. Men qolib ketmay. Uni mashqini ko'rib, havasimiz ketib, har kun 1 soatda mashq qilib, tezroq tugamasa ekan deb turamiz. Sport zalda. Undan tashqari shu nima oshxonada borganimizda har doim ovqat yeymiz deb borsak, hamma narsa joy-joyida. Maxsus nima aka nazoratida hammaga hech kim qolib ketmadimi, hech kimga hech narsa yetmaydimi, o'zlari maxsus nazorat qilib turishdi. Xodimlarga hammasidan minnatdormiz. Xodimlar ham nima desam ekan, parafin olayotganda ham xushmuomalada, taroq olayotganda ham manual terapiya. Aytaman desam soni juda ko'p. Bizlar kutgandan-da ziyod tashkillashtiribdi. Topganlar to'y tomoshalarga ketsin, doktorjon, menga kiringizlar. Har doim mana shu eldi xizmatini qilishda charchamangizlar. Rahmat kattakon. Sog' bo'lingizlar. Rahmat. Alloh ishlaringizga rivoj. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' salomatligini yaxshi ekan. Xudo xolasa, Kali zavoddagi ishlar 100% keladi. Meni do'st yoronlarim, og'aynilarim ham kutib turibdi. Ular shu to'da bo'lib keladi. Qashqadaryodan ham hamma rayonlardan bor. Mana Toshkentdan kelibdi, Samarqanddan kelgan, keyin Muborakdan kelgan.
nima Albatta. Bu Qashqadaryoda eng Dehqonobod yaxshi kali sarfgoh zavoddan ham nasibasi. kelganlar juda minnatdor bo'lib borishdi. Chindan ham deb so'ravdik. Kecha kelayotganda ikkilanib keldim. Bir kun turaman deb qochaman dedim. Lekin shunday mazza qildim, endi afsuski, 10 kunda bo'lganmiz. Yaxshi kunlarda o'sha Rahmat kattakon.